Okay, guys, I start recording, and this recording will be available in the channel, okay, right after the class. So, qarang, bugun sizga o'rgatmoqchi bo'lgan narsam note taking, okay. Endi mana shu note taking orqasidan Booster'dagi ham boshqa o'quvchilarim ham listening ham bunaqa natijalarni qilgan. Mana ko'ryapsiz, like listening he got 9, okay. O'zi ham aytyapti, eliminating paragraph, solving all questions at once, the game changer, boshqa. So, umuman olganda listeningni, readingni 8 dan oshirish unchalik ham qiyin emas, okay? So, bu shunchaki vocabulary game o'xshagan narsa. Faqat bir ikkita joylari bor chalkash, okay? Bugun siz bilan imенно mana bu multiple choice ga dars o'tamiz. Multiple choice ga yordam beradigan texnika bu, okay? O'zi bitta ko'ringlar, multiple choice ga kimlar qiynaladi. Bitta plus qo'ying, multiple choice ga qiynalsangiz, guys, kommentariyaga. So, multiple choice ga qiynalasiz, to'g'rimi? Multiple choice aslida o'zi qiyin emas. Why not just guess? Fuck you. Mana shunaqalarni ban qilish kerak. IELTS listening o'tasan. Better IELTS listening. Okay. Qayerga qo'ygan shunaqalar. Okay, guys, qarang. Multiple choice'da problem nima? Problem sizda umuman olganda distractions. Ya'ni distractions deganda nima nazarda tutyapman? Oddiygina qarang. Multiple choice'da masalan bu yerda question masalan qanaqa? When are the boys going to meet to discuss the maths assignment deb qo'yadi. Oddiygina savol, okay? Variantlar sizga har doim 3 ta. Masalan, 20-30, B'da 21-40, C'da 22-10 masalan, okay? Lekin siz eshitadigan conversationda afsuski mana shu uchalasi ham aytiladi. Ya'ni 20-30 ham 21-40 ham 22-10 ham aytiladi. Suhbat taxminan qanaqa bo'ladi? Taxminan ham bunaqa. Demak, Jon bilan masalan Najim gaplashayotgan bo'lsa, Jon aytadi, Najim nima gap, yaxshimisan? Ha, yaxshi, o'zing qanday, charchamaysan? Ha, yaxshi. Matematikani qachon ishlaymiz, tezroq assignment qilaylik, bo'lmasa qolib ketamiz. Najim aytadi, bo'ldi, bugun 22:30 da qilsak nima deysan? 20:30 da. Jon aytadi, 20:30 da men baseynim bor. Men har kuni 20:30 dan 21:40 gacha baseynda bo'laman-da, keyin yarim soat uyga ketishga vaqt bo'ladi. Nima deysan, 22:10 da qilsak bo'ladimi? Bo'ldi, tamom. Shunda javob nima bo'ladi, guys? Mana shu suhbatdan kelib chiqib ekraningizdagi savolga javob nima bo'ladi? Unda C bo'ladi. Ya'ni 22:10 bo'ladi. Okay. Endi guys, problema nimada? Problema siz mana bu suhbatni xuddi o'zbekchada eshitganda eshitmaysizda, inglizchada eshitasiz. Natijada 20:30 qulog'ingizga eshitilyaptimi? Javob 20:30 bo'lsa kerak deysiz. 21:40 da eshitasizda, yo'q 21:40 da aytdi deysiz. Ana undan keyin 22:10 ni aytgandan keyin, buni ham aytdi-ku, endi nima bo'ladi? Endi nima qilaman deb qolasizda. Ya'ni uchalasi ham bor. Sizda distraction normalniy, birortasini normalniy eshitmadingiz. Demak, nima qilasiz? O'zbekcha bo'lsa hamma topadi. Da, o'zbekcha bo'lsa hamma topadi. Endi guys, qarang, bunga solution nima? Ya'ni men bermoqchi bo'lgan note takingdagi solution nima? Step unchalik ham qiyin emas. Step juda ham oson. Qarang. Birinchi qiladigan narsangiz read the question, savolni o'zini o'qing, okay? Ikkinchisi hide all the options. Hide all the options deganda nima nazarda tutyapman? Tasavvur qiling, sizda mana bu 3 ta variant yo'q, okay? Ya'ni sizga umuman olganda bu yerda variant berilmayapti, okay? Endi optionlarni hammasini yashirganingizdan keyin qiladigan narsangiz nima? So, mana bu joyda o'sasiz, qarang. Listen to the recording as much as needed. Qancha kerak bo'lsa shuncha eshiting. Bu darajangizga qarab har xil bo'ladi. Kimdir bittada topib oladi,
kimdir 6 marta, 7 marta, 8 marta, 9 marta, 10 marta, borsin 50 marta eshiting. Yo'q. Okay? To'rtinchi qiladigan narsangiz answer the question using your own. Qarang, men deydi, eshitib o'tiradi, bezini belgilaymiz. Bo'ldi. Mana shu siz tushunishga kamroq qilasiz. Mana bu usulda bo'lgan bo'lsa, miya ana deydi. Va yo'q kitomiz deydi. Va javob yozishga okay. Endi javob yozish uchun esa ana u audio qurg'urni tushunish kerak. Okay? Именно mana shu yerda miya ishlashni boshlaydi. Okay? Faqat ishlashni boshlaydi. Faqat bitta narsa bor. Mana shu paytda miya ozgina jiz qiladi. Okay? Ya'ni og'riydi. Okay? Mana shu og'riqqa chidasangiz, keyin o'tib ketadi hammasi. Okay? O'zingiz his qilasiz, deysiz. Meni miyam ishlab turadi deysiz. Okay? So, mana shu joy sizni o'stiradi, короче. Okay? Endi bu hali oxiri emas. Nimaga hali oxiri emas? Qarang. Yozib bo'lganingizdan keyin compare your answer o'zingizni qo'lda yozgan javobingizni with the options variantlar bilan endi taqqoslashingiz kerak bo'ladi. Agar siz yozgan variant bu yerda bo'lsa, demak siz audioni to'g'ri tushungansiz. Agar yozgan variant bo'lmasa u yerda, demak siz butunlay bu narsani yozgansiz. Mana shu yerda sekin ketadi, короче. Endi agar bu narsani har kuni kamida 20 ta multiple choice'da mana shunaqa qilib ishlaydigan bo'lsangiz, ishoning multiple choice'da sizda muammo qolmaydi 1 oyda ichida. Men o'quvchilarim kecha yozgan-ku, o'zingdan bundan bunga ko'tarildi, bundan bunga ko'tarildi. Ularga darsda bu narsani qilamiz-da. Ya'ni savolni o'zini beraman. Bolalar kommentariyada katta nima eshitsa yozadi. Hozir siz bilan mana shu narsani birgalikda practice qilib ko'ramiz. O'sha narsa miya og'riydi. Miya og'rigandan chatdan ko'pchilik chiqib ham ketadi. Agar miyangiz og'rishiga tayyor bo'lsangiz, bitta plus qo'ying. Bu narsani men sizga hozir qilib ko'rsataman. O'zingiz ham his qilasiz buni. Okay? Ustoz ovoz uzilib kelib qotyapti yoki menda qotyapti. Sizdan menimcha, chunki qolganlarda yaxshi. Tayyormisizlar, guys? Tayyorsizlar. Aynan ketdi. Always ready. Okay, great. Mayaqda hozir materials channelda Alice Max. Guys, men listening uchun sourcelar tayyorlab qo'yganman. Okay, mabodo sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, copy the message link. Bu public channel, okay? Ya'ni libraryga o'xshagan. Listening tests. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, ishlamoqchi bo'lsangiz keyinroq qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Bunga kirsangiz, mana 189 ta listening test bor bu yerda. Okay? 189 ta listening test bor. Volume 4 ga borar ekanmiz, chunki biz o'quvchilarimiz bilan shu yerga kelganmiz. Men bu yerdan 7-tasidan sizga hozir ko'rsataman. Okay? Tashlab beraman sizga savollarni ham birga eshitamiz. Okay. Qarang guys, bu narsani part 2 ga qilsangiz ham bo'ladi, part 3 ga qilsangiz ham bo'ladi. Hozir part 2 dan bir ikkita savol ko'rsataman, part 3 dan ikkita savol ko'rsataman. Nima qilish kerakligini tushunasiz. Shu bilan bosasizlar, короче. Okay? Qarang. Menimcha buni kecha qildik-da, test 7 ni kecha qildik. Uzr. Yangiroq narsa ko'ring. O'zimga ham yangi narsa ko'rish kerak bu. O'zim ham ishlamagan. Okay. Qarang. Savolga e'tibor bering. Savolda nima deyapti?
Buni audiosini qo'yib yuboray. Qarang. Savolda yozgan. Montana Resort Hotel. Demak, Montana Resort Hotel degan joy bor ekan. Aytyapti, Rob says the hotel is exceptional. Savol. Exceptional da tarjimasi nima edi o'ziga? Exceptional nima degan? Nasib bo'lsa, yaxshi. Tashqarida yo'q-da, tashqi mustasno emas-da. G'ayrioddiy, o'zgacha, istisno. Yo'q, istisno emas. Bo'pti, vokabularni o'rganib ketamiz. Guys, bitta narsa esingizdan chiqarmang. Savolda agar yangi so'z bo'lsa, practice paytida uni albatta tarjima qiling. Nimaga? Chunki bu real exam emas, okay? Hech narsani tushunmasdan quruqdan quruq audio eshitish bo'lganda foydasiz. Siz lutfi o'sha so'zni tarjima qilingda, yodlangda, keyingi safar sizga yangi so'z chiqmaydigan darajada lug'at boyligingiz yaxshi bo'lsa, bu o'zingizga foyda, okay? Nima qarang, exceptional nima degan? Exceptional o'zi exception degan narsa bizga istisno. Exceptional bo'ladigan bo'lsa, boshqalarga o'xshamaydigan tarzda dahshat degani. Okay? Zo'r degani, phenomenal degani, ya'ni unusually good, okay? Boshqalarga o'xshamaydigan degani. Masalan, men aytsam bo'ladi, this lesson so is exceptional because katta nima? Ya'ni bu dars o'zgacha bo'lyapti, ya'ni dahshat bo'lyapti. Chunki bu yerda ketdi. Qanaqadir sabab. Endi qarang, hozir nima qilishimiz kerak? Berishingiz kerak bo'ladigan narsa mana bunaqa, qarang. According to Rob, okay, why is the hotel exceptional? Mana shu savolga javob topishingiz kerak. Audioni eshitgan holda. Audioni mayli 2 marta eshitamiz, 3 marta eshitamiz, 4 marta eshitamiz. Farqi yo'q, okay? So, kommentda javob yozing. Audioni eshitib, okay? Men ham siz bilan birga yozaman, bo'lmaganda ko'rasiz qanaqa bo'lishini, okay? Part 2. Ovoz yaxshi bo'lsa, bitta banan deb yozib qoldiring kommentariyaga. You will hear a man called Rob Schaefer, who is the general manager of a new hotel, talking about the hotel to members of the public on the opening Banana. Good. day. Good. Ketdi, guys. Yozamiz. Eshiting. Men sizga qo'shilib yozaman. Dean. Listen. Well, let's get started. I want to thank you all for coming along to the opening of the Montana Resort Hotel. My name's Rob Schaefer, and I'm the general manager here. We're very glad so many of you have come along to see the beautiful facilities we have here at the hotel. We feel we're exceptionally located, convenient for the city, but far enough from the flight path to and from the airport so that guests won't be disturbed and will be able to recharge their batteries in these uniquely peaceful surroundings. Firstly, the guest rooms. What we call the standard rooms are about... So, nimaga bu exceptional ekan, guys? Opening Montana Hotel, beautiful hotel, charge. Menga bitta savolga javob bering. Nimaga bu hotel exceptional? Men yana bir marta eshitsangiz bo'ladi, qarang. Opening of the Montana Resort Hotel. My name's Rob Schaefer, and I'm the general manager here. We're very glad so many of you have come along to see the beautiful facilities we have here at the hotel. We feel we're exceptionally located, convenient for the city, but far enough from the flight path to and from the airport. Nima deyapti, qarang. Close to city, but far away from the airport. Mana shu narsa bularga exceptional narsa beryapti. Qarang davomida. So the guests won't be disturbed and will be able to reach. Tushunyapsiz? Demak, guests won't be disturbed. Guestlar demak disturb bo'lmas ekan. Charge their batteries in these uniquely peaceful surroundings. Uniquely peaceful surroundings. Qarang, mana bu joyi ham bor-da. So, uniquely peaceful surroundings. Hozir qarang. Bizda javob umuman olganda nima bo'ladi? This hotel is
exceptional because of its location, which is near to the city but far away from airport, and so guests are not disturbed. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu yaxshi javob bo'ldimi, yo'qmi hozir? Chunki eshitganimiz bo'yicha shu narsada, boshqa narsa yo'q hozir. Convenient for the city, but far enough from the flight path to and from the airport. To and from the airport. Demak, aeroportga boradigan yo'ldan. So the guests won't be. Kimdir hali ham banana deyapti. Demak, sizda internet 2G ishlaydimi, bratam? Cho'tam, nimaga hali ham banana deyapsizlar? Qo'yinglar, What the hell? Bo'ldi, banana ketdi uri. Internetlaringiz dabdalam deyman-da. Endi bordi menimcha gaplarim. Be disturbed and will be able to recharge their batteries in these uniquely peaceful surroundings. Endi guys, qarang. Men sizga javoblarni ko'rsataman. Menga aytasiz. Xo'sh, javobingiz nima endi? Qarang. It's easy access to the airport. It's unpolluted setting. It's quiet location deb qo'yibdi. Javob aylanib ketay. Osonlarim meni. Yes, C. Endi guys, qarang, mana bunaqada. Agar siz hozir note taking qilganingizda, hozir javob tushundingiz. Lekin note taking qilmaganingizda, просто так eshitganingizda, ga distracted bo'lishingiz mumkin edimi? Qarang, aytayapti, easy access to the airport deyapti. Biz aeroport haqida ham eshitdik, lekin aslida bizga butunlay teskari. Nimaga? Aeroportdan ancha uzoqda, mazza qilib dam olasan, boshqa qilasan deyapti. Bizga vobshe teskari. Okay? So, unpolluted setting haqida hech qanaqa gap gapirmadi. Unpolluted demak ifloslanmagan, boshqa degan narsani aytgan yo'q. Demak, quiet location, quiet degan so'zni bizga aytayapti. Nima deb? Peaceful, okay? Location degan narsani esa surrounding dedi. Demak, bizga hozir 11 ga javob 100% C bo'ladi, okay? Qarang, biz ma'noni ham tushundik. Qolgan variantlar nega noto'g'ri ekanligini ham angladik va to'g'ri javob topdik, okay? Qarang, yana bitta ko'ramiz, xuddi shunaqa. Nima deyapti? What is the price range for standard room? Okay. Savol nima edi, guys? Variantlarda hozir taxminan nimalar bo'ladi bizda? Variantlarda nima bo'ladi taxminan? Soqqa bo'ladi. Yes. Dollar bo'ladi. Yeah. Yes. Okay. Demak, qaysi savolga javob topishimiz kerak hozir? What is the price range for standard room? Imенно standard room uchun, boshqa xonalar uchun emas. Qarang, eshiting. Batteries in these uniquely peaceful surroundings. Hop. Firstly, the guest rooms. What we call the standard rooms are about 80 square feet, very spacious. These come with one king-size bed or with two double beds and a refrigerator, and as far as price goes, they go up to $210 per room, but at the lower end of the range, you can get one for just $145. So these are very suitable for our more price-conscious guests. Then there are deluxe suites. These have a separate living room. Nima deb tajadi, guys? Nima deb tajadi bu? Dingi. Yes. EB. Men eshitolmay qoldim. Давайте yana bitta eshitamiz. Let's go. 210. These come with one king-size bed or with two double beds and a refrigerator, and as far as price goes, they go up to $210 per room, but at the lower end of the range, you can get one for just $145. So Price range shunga ikki xillar bo'lish kerak. O'zi ikki xillar. Price range degani eng pasti bilan eng balandi. Mana shu ikkita narsani yozishimiz kerak hozir. Xo'p, qarang, yana bir marta eshiting. Guests won't be disturbed and will be able to recharge their batteries in these uniquely peaceful surroundings. Qarang nima deb. Firstly, the guest rooms. What we call the standard rooms are about 80 square feet. Demak, standard roomlar bizga 80 square feet. Demak, 80 feet, 80 kvadrat ekan. Xo'p, qarang. Very spacious. These come with one king-size bed or with two double beds and a refrigerator. Ichidagi facilitylarni aytyapti, umuman olganda. And as far as price goes, endi qarang.
As far as price goes, yani narxga keladigan bo'lsak, they go up to $210. ko'ryapsiz? Aytyapti up to $210, ya'ni eng baland 210 ekan. Hop, Per room, but at the lower end of the lower end, ya'ni eng arzoni range, you can get one for just $145. $145. Demak, biz hozir nima desak bo'ladi? 145 dan $210 degan variant. O'zimizning javobimiz shunaqa bo'ladimi hozir, guys? Eshitganimiz bo'yicha, chunki standard room deyapti 80 square feet ekan. Narxi keladigan bo'lsak, eng qimmati 210, eng arzoni 145. Demak, da 145 deyapti. Yeah. Tushundingizmi mana shu narsani? Audioni tushundingiz. Endi javoblarni qarang. Yomon mazgida qarang, sakson aralashtirib qo'yganmi? Hozir siz ana u 80 square degan narsani eshitib, 80 degan raqamni eshitdim, shu 80 dan 145 gacha bo'lsa kerak-ku deysiz. Yoki ozgina o'tirasizda, yoki 285 mikan deysiz, uje A bilan C ga aralashib ketib qoladi-da. Okay. So, lekin agar not taking qiladigan bo'lsangiz, 100% tushunadigan bo'lsangiz, savolga javobingiz o'zingizda aniq bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda chalg'inaysiz, guys. Okay. Yes. 80 ga e'tibor ham bermayapman menga o'xshagan. Okay. Sizni darsingizga qatnashmagan vaqtim o'ylardim shunaqa. Mana. Okay. Da, yomon suqora garochi. Yomon suqora. Aralashtirib ketadi. Okay. So guys, qarang. Bu yerda hozir variant topish uchun eshityapsizmi yoki audioni tushunish uchunmi? Mana shu yerda eng katta farqda. Agar siz просто так listening qilib, mana shu to'g'ri javob topsam bo'ldi deb yuraversangiz, listening oshmaydi hech qachon. Audioni tushunishga harakat qilyapsiz, ana o'shanda comprehension oshyapti. Bir marta tushunmayapsiz, ikkinchi marta eshityapsiz, oshyapti. Ikkinchi marta ham tushunmayapsiz, uchinchi marta eshitib yozishga harakat qilyapsiz, oshyapti. Okay? So, mana shu narsa kerak, guys. Note takingda hozircha qiynalsak, to'xtat. Da, it's okay. Men aytibman-ku. Mana men hozir nemetskidan xuddi shunga o'xshagan narsa qilaman. Nemetskidan 6-7 marta eshitaman. Bir yangi so'zlar ham chiqib ketadi, bir balolar bo'lib ketadi. Lekin comprehension oshadi. Okay? Yeah. Let's go, guys. One more. Qarang nima deyapti. All bedrooms in the deluxe suites have deyapti. Qizu. Qarang, nima deyapti? Hamma deluxe xonada, endi xonada ham bedroomda, o'sha yotoqxonada nimadir bor ekan. Ya'ni ular uchun bitta common facility bo'lish kerak. Masalan, hammasida balkon bor. Balkondan qarasang dengizga qaraysan. Okay? So these are very suitable for our more price-conscious guests. Then there are deluxe suites. These have a separate living room as well as the bedroom. The bedrooms are slightly larger than the standard rooms with huge windows, and each one has a balcony where you can sit out and enjoy the views, either of the golf course or the mountains, depending which way the room is facing. We welcome families. Mazgi. Nima dedi, guys? Deluxe degani tipi special room degani. Standard roomdan kattarog'i deluxe bo'ladi. Tipi premiumga o'xshagan, ya'ni higher quality and more expensive than usual luxury degani edi. Masalan, deluxe hotel deydigan bo'lsak, tako qichuv hotel degandek bo'ladi-da. Yeah. Men o'zim javobni aytib qo'yibman-ku. Men просто listening ko'p qilganimga intuitsiya bo'lib qo'yganda. Da. Hozir guys, huge windows olsak bo'ladimi? Huge windows olsak bo'ladi, ha? No. Qarang, yana bir marta eshiting. So these are very suitable as well as the bedroom. The bedrooms are slightly larger than the standard rooms. Eshityapsiz? Bedrooms are larger than standard rooms deyapti. Standard rooms. Demak, standart xonalardan kattaroq. Hop, keyinchi. With huge windows.
with huge windows. Demak, katta derazalari bor ekan. Xo'p. And each one has a balcony where you can sit Eshityapsa? Each one has a balcony. Har bittasida balkon bor ekan. out and enjoy the views, either Enjoy the views. Nimani? of the golf course or the mountains. Ko'ryapsa? So, view of aytyapti either golf course or mountains. Yo golf course'ga qarab turgan yoki bo'lmasa toqqa qarab turgan. Aytyapti it depends deyapti. Qayerga borligiga qarab. Endi mana shu yerdagi ma'lumotlardan kelib chiqqan holda biz hozir aytsak bo'ladimi? Each room has a balcony deb. Nima deb o'ylaysizlar? Har bitta xonada balkon bor-ku hozir, to'g'rimi? Each room has a balcony? Yeah. Endi variantlarni qarang. Sizga hozir taxminan chalkashtirib bergan narsalar. Ko'ryapsizlar? Variant nima bo'ladi bizga? Qarang guys. Mountain view hammasida yo'q-da. Hammasida bor emas mountain view. Nimaga? Aytayapti. Balkon bor, balkondan qarasang yo toqqa qaraysan, yo golf maydonchasiga qaraysan. Hozir qarang, bitta sizga savol. Har bir xonada mountain view bormi? Mountain view yo'q-da. Tushunyapsizmi? Qarang. Large windows degan narsa bilan, windows on two sides degan narsa ikkalasi ikki xil. Ya'ni bu nima degani? Bittasida deraza katta deyapti. A variantda deyapti, bedroomni ikkala tomonida ham deraza bor. Ya'ni o'ngga qarasang ham deraza, chapga qarasang ham deraza. Audioda bu narsa vashcha not given bo'ldi-ku, to'g'rimi? Large window degani ikkita xonada ham yo'q degan, bor degani emas-ku. Tushundingiz-a? Demak, har bitta xonada balcony bor. Ba'zi xonalarda toqqa qarab turibdi, ba'zi xonalarda golf maydonchasiga qarab turibdi va hamma xonada derazalar katta. Deraza ikkita tomondami, uchta tomondami, to'rtta tomondami, hech kim bilmaydi xullas. Tushundingiz-a? Variantlar o'zi mana shunaqa bo'ladi. Qaysidir variant sizga false bo'ladi, qaysidir variant not given, qaysidir bo'lsa true bo'ladi. Okay? So, yeah, this one is confusing. Nimaga confusing? Agar siz hozir note taking qilmasdan, audioni tushunmasdan prosta eshitganingizda haqiqatan confusing bo'lardi. Okay? So, the answer is C. Endi qarang, menimcha bu bitta oxirgisi, keyin bitta part 3 ko'ramiz, okay? Nima deyapti bu mazgil? Qarang. Hotel encourages families to stay by offering. Demak, what they offer, ular nima offer qiladi? Bu narsa familiesga. Masalan, aytish mumkin, oilaviy tour package qilish mumkin yoki bolalariga nimadir berish mumkin. Nimadir offer qilib oilalarni turishga majbur qilar ekan yoki turishga encourage qilar ekan. Kelinglar, bizda turinglar. Sizlarga masalan bolalaringizga bog'cha servisini qilib beramiz yoki boshqa deyapti. Eshiting, qarang. Depending which way the room is facing. Qarang. We welcome families at the hotel. Extra beds for your room can be provided for young children at no extra cost, and that's true even in the summer. Also, we have some rooms that adjoin one another with a door connecting them. We expect that these will attract parents who want to be able to check that their children are safe easily. All our guests can benefit from the fine dining opportunities in the hotel. In the grill room, guests can watch the flames fly as food is sizzled by the restaurant's master chefs, while the So, extra beds, young children, extra rooms without cost. Endi tushunyapsizlar. Okay. Qarang. Yana bir marta eshiting, mayli. We have some rooms that adjoin one another with a door connecting living room as well balcony where you can sit out and enjoy the views, either of the golf course or the mountains, depending which way the room is facing. Okay, endi aytadi, qarang. We welcome families at the hotel. Extra beds for your room can be provided for young children at no extra cost. Demak, bolalarga
extra bedroom beramiz va bunga hech qanaqa pul olinmaydi. Xo'p. And that's true even in the summer. Даже yozda ham deyapti. Okay. Also, we have some rooms that adjoin one another with a door connecting them. Tushunyapsizmi? Xonalar bir-biriga bog'liq, adjoining degan narsa ikkalasi bir-biriga yopishib turibdi va doors connecting one another. Orada eshikcha ham bor ekan. Xo'p, keyinchi? We expect that these will attract parents who want to be able to check that their children are safe easily. Tushundingiz-a? Demak, bolalarini check qilmoqchi bo'lsa, zo'r imkoniyat ekan. Demak, hozir ikkita variant bor bizda. Ikkalasi ham to'g'ri. Qaysi biri javobda bo'lsa, birinchisi demak extra bedroom berilar ekan. Okay. Ikkinchisi rooms are comfortable enough to check children. To'g'rimi? Mana shu ikkita variantda hozir. Tamam. Demak, bedroom berilar ekan va xonalar normalniy joylashgan. Okay. Yeah. Endi variantlarni qarangchi nima deydi. Mazgi zo'r chalg'itadigan beribdi variantlarni. Shu bilan birga variantlar nima desa bo'ladi? Wrong ekanligi ham aniqda. Ay B. Ay. Yo'q, iltimos B olmanglar. Yuragimni unaqa qiynamang. Ay. Okay. Zo'r. Qarang-da. Mana bu child care facility degan narsa bolangga qarab turadigan servis bor degani. Tushunyapsizmi? Masalan, sen ertalab basseynga chiqib ketsang, bolangdan xavotir olma. Bolangga bizning xizmatchilarimizdan takoy opachalar borib, ovqatini berib, uxlatib qarab turadi demoqchi. Biz bunaqa narsa eshitmadik-ku. To'g'rimi? Child care facility yo'q edi-ku. Yoki sizga savol. Discounts da bor edi. Lekin u nima dedi? Даже yozda ham dedi. Bu degani all year degani. C'da nima deyapti? Faqatgina certain times of the year deyapti. Bu narsa bizga 100% false hozir. Bizga aytmadi-ku, masalan, faqatgina kuzda kelsang senga discount bor. Faqatgina bahorda kelsang discount bor. Biz nima eshitdik? Har doim discount bor, даже yozda ham deyapti. To'g'rimi? So, C ham bizga xato. Hozir nima bo'lyapti? Qarang, C bizga wrong, B bizga вообще not given. To'g'ri javob bo'lsa A. Nimaga? Rooms with connecting doors. Ikkita xonalar bir-biriga moslashib turgan, bir-biriga orasida eshikcha bo'lgan dedi. Qarang, eshitdingmi shu joyini yana? And that's true even in the summer. Ko'ryapsan, даже yozda. Also, we have some rooms that adjoin one another. Tushunyapsan? Adjoin one another nima deyapti? With a door connecting them. With a door connecting them. Ularni bog'lab turgan nima bilan? Eshikcha bilan deyapti. Demak, rooms with connecting doors. Tushunyapsizmi? Qanchalik oson bu, guys? Yeah. Xullas, guys, qarang. Men sizga mana bu yerda source berdim. Ya'ni source deganda men bu kanalchani olib olasiz, okay? Bunga qo'shilasiz. 189 ta listening test bor bu yerda. So, bu yerdagi именно mana shu testlardan, okay? Multiple choice'larni xuddi bugungidek har kuni 20 ta yoki 25 ta ishlang, okay? Ya'ni 20 ta 25 ta deganda nima? 20 ta 25 ta savol ishlang, okay? Agar bir oyda o'sish bo'lmasa kelasiz oldimga, okay? Kelishdimi? Note taking bu juda zo'r usul, chunki qulog'ingizni ochib yoradigan narsalar bu, guys, okay? Yeah. Tushundingiz-a? Imtihon kunda qilinadigan texnikani men sizga ertaga tushuntiraman, chunki bizda imенно multiple choice ga elimination degan narsa bor. Imtihonni o'zida qilishingiz kerak bo'ladigan narsa. Buni nasib bo'lsa 4-mart kuni ertalab ko'ramiz. Okay? Tushundinglar? FC kitobda ishlasangiz ham bo'ladi. Germanyda bo'lasiz tekshiruv oyda. Nasib bo'lsa 15-mart kuni uchib ketaman hozir O'zbekistondan.
Okay. Okay. Vaqtini o'zgartir. Tak. Guys, sizga bugun o'rgatmoqchi bo'lgan note taking degan texnikam mana shu edi. Okay. So, nimadir oldingizmi o'zingizga? Foydali narsa. Tak, men buni avjoni o'chiray, chunki tashlab beraman sizga. 35